Assalomu alaykum bo'liqim do'stlar. Bugun cheesecake'larni, tortlarimizni narx bilan ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa hech qayerda bo'lmagan. Mana bu tortlarimiz 200 ming so'm, mana bunisi 70 ming so'm, 200 ming so'm, mana bunisi 200 ming so'm, mana bunisi 150 ming so'm, 200 ming so'm, mana buni ham 200 ming so'm. Mana shokoladli mevali tortlarimiz 150 ming so'm, mana bu 100 ming so'm. Cheesecake'larimiz San Sebastian shokoladlar bilan chiroyli qilib beramiz. 45 ming so'm romantik qizlar uchun. Mana bularimiz mana bu shokoladli mevali bananlar qilingan rosa mazali. Yemasangiz ham yegingiz keladi. 45 mingdan mana bu yoqqa olib keling mana. Mana bular 30 ming so'm. Bay qani. Bismillah. Mana shokolad bilan rosa gidagan maza. Bay rosa. Ketibdi. Qo'lqimlar mana ushmaysiz, so'kmaysizlar. Mana shunday bo'lsa sevib qo'ying. Juda ham mazali ekan. Opalarimni qo'llarida tursin. Qani keting endi. Mana bu opalar gapchi opalarim uchun 80 ming so'm, mana bu 100 ming so'm, 100 ming so'm, 80 ming so'm. Mana bu karochka korobkalar hammasi 80 ming so'm, 100 ming so'm. Mana bu tortimiz 250 ming so'm, mana bu kilosi 90 ming so'm, 45 ming so'm, mana bu 150 ming so'm edi. Ichi mevali, shokoladli. Mana bularimiz 30 ming so'mdan. Olib keling, opa gapchi opalarim uchun mana korobkali, 15 ta 20 ta bukelarlarni, bunisi 200 ming so'm. Bunaqasi hech qayerda bo'lmagan, faqat Xitoy ichirsa bo'la qo'ysa bo'ladi. Mana bu rosa menga sevib qo'lim mana buni. Telegram mana xavmaysizlar bo'lib qo'yib do'stlar. Sizlarni kutib qolamiz. Xabar aytsa bo'lib qo'yinglar.